Assalomu alaykum. Uzumchilikka qiziqadigan bizni like bosib, kommentariyaga o'z fikrlarini yozib qoldirib, bizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan aziz obunachilar. Bugun Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan video syomka qilyapmiz. 22-may sanasi. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa uzumlarimizda sariq kasal tushishi va ular sababi nimada va ularni oldingi holatiga qaytarish uchun nima ishlovlar qilishimiz kerak, shular haqida gaplashamiz. Mana shu uzumimizga sariq kasal tushgan. Mana mevalari ham sarg'ayib qolgan. Agar bu kasal tushsa, mana bu novdasi o'sishdan to'xtaydi, mevasi ham yiriklashdan to'xtaydi, shu holatda qolib ketadi, yiriklashmaydi, sifatsiz hosil beradi. Mana buni o'sishdan to'xtab qolgan. Yaqinroq ko'rsataman. Mana sariq kasal tushgan. Buning asosan sabablaridan biri biz bog'imizni ko'proq sug'orib yuborganmiz. Ham bahorda namgarchilik juda ham ko'p bo'ldi. Shularni hisobga olmasdan sug'organmiz. Biz ham dehqonmiz, xato qilganmiz, ko'p sug'orib yorib. Shu yerda savol tug'iladi. Hamma uzum bir xil suv ichsa-yu, nega bunga sariq kasal tushgan? Mana uzumga masalan sariq kasal tushmagan. Juda ham zo'r yashnayapti. Ikkalasi bir yerda. Lekin bunga sariq kasal tushgan. Shunaqa savol tug'iladi bu videoni kuzatib turgan odamda. Savolga ham javoblar kutamiz. Asosan bu har qanday kasallik uzumga ojiz uzumlarga tushadi. Bu uzumimizning ojiz bo'lgani uchun bunga sariq kasal tushgan. Narigi uzumlarimiz baquvvat, sog'lom bo'lgani uchun unga ko'p sug'orib yuborsak ham sariq kasal tushmagan. Har qanday uzumga ham kasal tushishiga sabab uzumimiz ojizligidan bo'ladi. Mana endi buni avvalgi holatiga qaytarishimiz uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Shular haqida sizlarga maslahat berishga harakat qilamiz. Avvalgi holatiga qaytishi uchun bu uzumni endi bu bog'imizga suv ochishni to'xtatamiz. Nega deganda, endi bunga suv ochsak, bu yana avvalgidan ham sarg'ayib, o'sishdan umuman rivojlanishdan to'xtab qoladi. Shuning uchun endi bu bog'imizga suv ochmaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz tagini ag'darib chiqamiz. Mana shunday qilib ag'daramiz. Mana tagini ag'darib chiqdik. O'zim video olayotgan sababli qarshi pauza berib, tagini ag'darib, shunga sizlarga olib ko'rsatyapman. Yonda yordamchim yo'q. Mana tagini ag'darib chiqdik. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu ag'dariladi. Endi bunga ana bunaqa sulfat ammonium degan dorimiz bor. Shu doridan sepamiz. Xorazmchasiga tushuntirganda shakar sulfat deyishadi. Mana shunday qilib sepib chiqamiz. Taxminan 300 grammdek sepamiz. Faqat bir joyga tashlamaymiz. Iloji boricha bir xil sepamiz. Agar yerimizning unumdorligi past bo'lib, sho'r yer bo'ladigan bo'lsa, 250 gram sepsak ham bo'laveradi. Kamroq sepamiz iloji boricha. Bo'lmasa 400 gram sepsak bo'ladi. Taxminan mana shu hovuchimizda 3 hovuch sepsa ham bo'ladi. To'ldirib bir xil bir joyga tashlamasdan mana shunday qilib sepamiz. Sulfat ammonium degan dori bu. Dori sotadigan joylardan borib so'rasangiz berishadi. Hamma joyda bor. Xorazmchasiga tushuntirganda shakar sulfat deb aytishadi. Mana shunday qilib sepib chiqqanimizdan keyin endi buni yuzasini unatamiz. Bir qator mana bunaqa tuproqqa qarib yuboramiz. Mana hozir men o'zim kameraga o'zim olayotganim sababli
yaxshi ag'dara olmayapti. Mana shunaqa ag'darib chiqamiz. Ha, dorini sepganimizdan keyin ag'darib chiqdik. Dorini ya'ni tuproqqa qorib yubordik. Mana shu sulfat ammonium degan doridan 400 gram sepdik bir tutning bir davragiga. Lekin nima deydi bir xil tushishga, yupqa sotishimiz kerak, bir yerga tashlamasligimiz kerak. Boshidan tushuntiraman. Mana shunaqa sariq kasal tushgan bo'lsa uzumingizga, tagini suvashdan to'xtatamiz bog'iga, sug'orishdan to'xtatamiz bog'ni. Tagini ag'darib chiqamiz. Mana shu holatda mana bunaqa sulfat ammonium degan doridan 400 gramdek sepamiz. Sepganimizdan keyin tuproqqa qorib yuboramiz. Keyin bir haftadek, ya'ni 7 kundek suv ochmaymiz bu bog'imizga. Suv ochsangiz qurib qolishi mumkin, shuning uchun suv ochmaymiz 7 kundek. 7 kundan keyin bir marta chimirib sug'oramiz bu bog'imizda. Yana bir 3 kunlardan keyin mana bu yaproqlari qorayishni boshlaydi va mana bu qayta o'z holiga kelib tiklanishni ham boshlaydi. Avvalgi holatiga qaytadi. Biz buni avval ham sinab ko'rganmiz. Avval ham bog'imizga shunaqa sariq kasal tushgan. Biz ham dehqonmiz, xato qilganmiz, ko'p sug'orib yuborganmiz. Keyin shu ishni amalda qo'llab ko'rganimizdan keyin avvalgi holatiga qaytgan. Ya'ni mana bunaqa holatiga qaytadi. Siz ham sinab ko'ring. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Men to'g'risi agronomchilik o'qimaganman, oddiy dehqonman. Hayotda o'zim sinab ko'rgan usullarimni sizlarga tavsiya qilaman. 25 yildan beri shu uzumchilik bilan shug'ullanaman. Juda ham effekti zo'r, ta'sir etishi yaxshi. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, bizga like bosing, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz albatta xursand bo'lamiz. Mana shu bargi novdasi sarg'ayishi, mana mevalari sarg'ayib qolishi agronomlarning fikricha temir moddasi yetishmagandan sarg'ayadi deyishadi. Endi men bilmadim, men dehqonman, agronomchilikda o'qimaganman. Men shunchaki hayotiy tajribalarimni asosida sinab ko'rgan usullarimni sizlarga tavsiya qilaman. Mana bu sulfat ammonium dorisi. Sulfat ammonium dorisi mana shunaqa shakar ko'rinishida bo'ladi. Shu doridan videoda ko'rsatgandek qilib sepib, 7 kun tuproqqa qorib, 7 kun davomida suv ochmay qo'yib, keyin suv berishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerni cho'llatib suv berishimiz kerak. O'shanda avvalgi holatiga qaytgan hollarni kuzatganman. Xuddi mana shunaqa holatga qaytadi. Shu holatlarni sinab ko'rganman. Men shuning uchun shuni tavsiya qilyapman. Bu sulfat ammoniumda qanaqa modda borligini bilmayman. Lekin shu tagiga 400 gram sepib, tuproqqa qorib haftadan suv ochsak, avvalgi mana shu sariq novdalar avvalgi holatiga qaytadi. Bu sinalgan usul. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, bizga like bosing, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz albatta xursand bo'lamiz.